Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Men Hasan Shermatov, Qo'qon shahar muloqot telekanali rahbariman. Bugungi kunda mamlakatimizdagi muhim jarayon aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda biz butun jamoamiz bilan faol ishtirok etdik va birgalikda ro'yxatdan o'tdik. Bu oddiygina ro'yxatga olish emas. Bu farzandlarimiz kelajagi, ertangi kunimiz, maktablar, turar joylar aynan mana shu ro'yxatga olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Siz azizlarni, hamshaharlarimizni, qo'qonliklarni, fidoyi qo'qonliklarni mana shu jarayonda faollik bilan ishtirok etishga da'vat etib qolaman. Azizlar, ertangi kunimizga befarq bo'lmagan barchangiz mana shu jarayonda faol ishtirok etasiz deb umid qilamiz. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarsak, albatta ertangi kunimiz, kelajagimiz ravnaq topadi, taraqqiy etadi. Barchangizga rahmat deb qolaman.